2027 yilgi Chevrolet Cobalt O'zbekiston avtomobil bozorida alohida o'rin egallagan mashhur sedan nomining zamonaviy talqini sifatida avtomobil ixlosmandlarining katta qiziqishiga sabab bo'lmoqda. Yangi avlod Cobaltda asosiy e'tibor zamonaviy dizayn, qulay salon, texnologiyalar, xavfsizlik va kundalik foydalanishdagi tejamkorlikka qaratilishi kutilmoqda. Chevrolet Cobalt oddiy, ishonchli va oilaviy avtomobil sifatida tanilgan bo'lsa, 2027 yilgi model undan ham zamonaviy ko'rinish va ko'proq texnologik imkoniyatlarni taklif qilishi mumkin. Tashqi dizayndan boshlasak, yangi Cobalt yanada keskin va zamonaviy kuzov chiziqlariga ega bo'lishi kutilmoqda. Old qismda yangilangan radiator panjarasi, zamonaviy LED faralar va aerodinamik bamper avtomobilga agressivroq ko'rinish beradi. Yon tomondagi aniq kuzov chiziqlari sedan xarakterini kuchaytiradi. Qotishma disklar esa umumiy dizaynni yanada premium ko'rsatadi. Orqa qismda ham LED chiroqlar, qayta ishlangan bagaj qopqog'i va yangi bamper kabi elementlar paydo bo'lishi mumkin. Mavjud 2027 yilga oid ma'lumotlarda LED faralar va chiroqlar, yangilangan kuzov dizayni hamda aerodinamik shakl asosiy o'zgarishlar sifatida tilga olinadi. Salon ichida esa Cobalt yanada zamonaviy muhit yaratishga intiladi. Haydovchi uchun raqamli yoki yangilangan asboblar paneli, markaziy multimedia ekrani, ruldagi boshqaruv tugmalari va qulay o'rindiqlar asosiy jihatlardan bo'lishi kutilmoqda. Markaziy ekran orqali multimedia, navigatsiya, telefon ulanishi va avtomobil sozlamalarni boshqarish mumkin bo'ladi. Apple CarPlay va Android Auto kabi smartfon integratsiyasi ham mavjud ma'lumotlarda qayd etilgan. Yo'lovchilar uchun salonning kengligi va amaliy foydalanish imkoniyati muhim bo'lib qoladi. Old o'rindiqlarda haydovchi va yo'lovchiga yetarli joy, orqa qatorda esa oilaviy foydalanish uchun qulay makon taklif qilinishi kutilmoqda. Bagaj qismi ham kundalik xaridlar, sayohat va oilaviy ehtiyojlar uchun amaliy hajmni saqlab qolishi mumkin. Shu sababli yangi Cobalt O'zbekiston sharoitida ham kundalik ishga qatnash, oilaviy safarlar va uzoq masofali yo'llar uchun qiziqarli variant bo'lishi mumkin. Dvigatel masalasida internetdagi 2027 yilga oid ayrim manbalarda 1.5 litrli turbo 4 silindrli dvigatel va kuchliroq 2.0 litrli turbo dvigatel haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ayrim manbalarda 1.5 litrli variant uchun taxminan 180 ot kuchi, 2.0 litrli variant uchun esa 250 ot kuchigacha bo'lgan ko'rsatkichlar tilga olinadi. Biroq bu raqamlarni Chevroletning yakuniy rasmiy texnik spetsifikatsiyasi sifatida qabul qilmaslik kerak. Uzatmalar qutisi bo'yicha ham ayrim ma'lumotlarda mexanik va avtomatik transmissiya variantlari ko'rsatilgan. Avtomatik uzatma shaharda harakatlanishda qulaylikni oshirsa, mexanik uzatma ayrim haydovchilar uchun boshqaruv va xizmat ko'rsatish nuqtai nazaridan qiziqarli bo'lishi mumkin. Yakuniy konfiguratsiyalar bozor va komplektatsiyaga qarab farq qilishi ehtimoldan xoli emas. Yurish qismi ham yangi Cobaltning muhim komponentlaridan biri bo'ladi. Qayta sozlangan osma tizimi notekis yo'llarda yumshoqroq yurishni ta'minlashga qaratilishi kutilmoqda. Rul boshqaruvi esa shaharda oson boshqarish va yuqori tezlikda barqarorlik o'rtasida muvozanat yaratish kerak. Tormoz tizimi old va orqa qismlardagi samarali mexanizmlar, apps va boshqa elektron yordamchilar bilan birgalikda xavfsizlikni oshiradi. Xavfsizlik borasida 2027 yilgi Cobalt uchun zamonaviy haydovchiga yordam beruvchi tizimlar katta yangilik bo'lishi mumkin. Mavjud ma'lumotlarda yo'ldan chiqib ketish haqida ogohlantirish, oldingi to'qnashuv xavfi haqida ogohlantirish, avtomatik favqulodda tormozlash va kor nuqta monitoringi kabi texnologiyalar tilga olinadi. Yuqori komplektatsiyalarda adaptiv cruise control va qatorni ushlab turish yordamchisi kabi funksiyalar ham kutilmoqda. Texnologiya tomonida yangi multimedia tizimi, Bluetooth ulanishi, smartfon integratsiyasi, US-portlar, ovozli boshqaruv va zamonaviy navigatsiya funksiyalari avtomobilni kundalik foydalanishda yanada qulay qilishi mumkin. Konditsioner yoki avtomatik iqlim nazorati, kalitsiz kirish, tugma orqali ishga tushirish va orqa kamera kabi qulayliklar esa komplektatsiyaga qarab taklif qilinishi ehtimol qilinmoqda. 2027 Chevrolet Cobaltning eng katta afzalligi shundaki, u klassik sedan amaliyligini zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtirishga harakat qiladi. O'zbekistonlik xaridorlar uchun yoqilgi sarfi, ehtiyot qismlarining mavjudligi, servis qulayligi, salon kengligi va ishonchlilik kabi omillar juda muhim. Shu sababli Cobalt nomining yangi texnologiyalar bilan qaytishi bozorda katta qiziqish uyg'otishi mumkin.
Xulosa qilib aytganda, 2027 Chevrolet Cobalt hozircha mavjud ma'lumotlarga qaraganda yanada zamonaviy tashqi ko'rinish, yangilangan salon, multimedia texnologiyalari, rivojlangan xavfsizlik tizimlari va samarali dvigatel variantlari bilan qiziqarli sedan bo'lishi kutilmoqda. Eng muhimi, Chevrolet rasmiy ravishda yakuniy narx, dvigatel, komplektatsiya va O'zbekiston bozori uchun aniq jihozlarni e'lon qilgach, avtomobilning haqiqiy imkoniyatlari yanada aniq bo'ladi. Agar Cobalt 2027 haqiqatan ham zamonaviy dizayn, qulay salon va ishonchli texnologiyalarni maqbul narx bilan birlashtira olsa, u O'zbekiston avtomobil bozorida yana kuchli talabga ega bo'lishi mumkin.